Ha, onam, ona hali yashashlari kerak edi. Onajon o'lganlarga hali ishonmagan. Xuddi ishidan hozir kirib keladigandek. Yo'qjon, juda yaxshi ayol edilar. Onajon, bizga xuddi o'zlarini qizlaridek mehribon edilar. To'g'ri aytasizlar bolajonlarim. Rahmatli ayangiz juda mehribon, juda yaxshi ayol edi. Ammo bechora umri qisqa ekan. Hammamizni tashlab ketdi. Demak, peshonasida shunday yozilgan ekan. Allohning irodasi. Bandamiz. Nashora, sabr. Endi bolajonlarim, bundan buyoqgi onangning ruhi shod bo'lishi uchun faqat qo'limizdan kelguncha duo qilish. Yodlar ruhini shod qilish. Ilohim, oxirati obod, joyi jannatda bo'lsin. Onajon, hech qachon unutmaymiz. Oyim bizni doim yodimizda bo'ladilar. Har doim Allohga duo qilamiz. Har doim duo qilamiz. Xonadonning farishtasi mana yolg'iz o'zini tashlab ketdilar. Ikkalaring ham alohida yashaymiz dedinglar. Ikkalaringga ham uy-joy qilib berdik. Alohida chiqib ketdilaring. Bunda faqat ikkalamiz onang bilan bir-birimizga sirdosh, bir-birimizga ko'makdosh bo'lib birga yashadik. Ammo onang sizlarni juda yaxshi ko'rar. Sizlar juda ko'p kutar. Mana kelarmi? Mana ertaga kelarmikin deb sizlarni sog'inib yashadi. Sizlar bu xonadonga kirib kelishlaringiz bilan bu xonadondan nur yog'ilib, bundan ham baxtli kun bo'lmasdi. Mana endi onang oramizda yo'q. Men yolg'iz o'zim qoldim. Dada, siz xavotirlanmang. Siz yolg'iz qolmaysiz. Mana biz keliningiz bilan, oilamiz bilan ko'chib kelamiz shu uyga. Sizni hech qachon yolg'izlatib qo'ymaymiz. Akasiz qo'yavering. Men ko'chib kelaman keliningiz bilan. O'zim qarayman. Dadam. Siz ovora bo'lmang. O'zimiz yaxshilab qaraymiz. Sovutmang. Uyingizda yashayman. Ukam, axir men katta o'g'ilman. Shu oilaning katta farzandi sifatida dadamga qarash, ularni parvarish qilish, ularga e'tibor berish mani farzandlik burchim, mani vazifam. San yo'q. Sani ishlaring ko'p. O'zing ishlaringni qilib o'tgan. Mana biz ko'chib kelamiz. Aka, men ham dadamning o'g'illariman. Kenja o'g'illarim. Deb mening qarashim. Hey bolalarim, harakat topganlar. Men qarayman. Men mehribonman. Mana otamni qarayman deb. Hey, tavba shuni oldinroq o'ylasalaring bo'lmasmidi? Oldinroq kelsalaring bo'lmasmidi? Oldinroq quvvat bo'lib tursalaring bo'lmasmidi? Qanot bo'lib yursalaring bo'lmasmidi, bolajonlarim?